Dunyoni shunchaki davlatlar, chegaralar va siyosatchilar yig'indisi deb o'ylaysizmi? Aslida esa biz ulkan va shafqatsiz o'yin maydonida yashayapmiz. Buyuk shaxmat taxtasi. Zbigniew Bjezinskiy. Buyuk shaxmat taxtasi amerikalik mashhur siyosatshunos AQShning sobiq milliy xavfsizlik maslahatchisi Zbigniew Bjezinskiy tomonidan yozilgan eng nufuzli geosiyosiy asarlardan biridir. Kitobda Sovet ittifoqi parchalangandan keyingi dunyo tartibi, AQShning global gegemonligi va ushbu mavqeni saqlab qolish uchun qanday strategiya yuritish kerakligi tahlil qilinadi. Kitob 1997-yilda yozilgan bo'lsa-da, bugungi kunda dunyoda sodir bo'layotgan voqealar, Rossiya-Ukraina urushi, AQSh va Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy qarama-qarshiliklar, Markaziy Osiyo uchun kechayotgan yashirin geosiyosiy kurashlar aynan Bjezinskiy bashorat qilgan shaxmat o'yini qoidalari asosida ketayotgandek taassurot uyg'otadi. Bu asar siyosatning sahna ortidagi mexanizmlarini, davlatlarning bir-biri bilan nega bunday munosabatda bo'lishini tushunish uchun eng mukammal qo'llanmalardan biri. Yevrosiyo. Sayyoramizning yuragi, dunyo boyliklarining, aholisining va qudratning eng katta qismi aynan ana shu yerda. Bjezinskiy bu hududni ulkan shaxmat taxtasi deb ataydi va bu taxtadagi formulasi qat'iy: kim Yevrosiyoni nazorat qilsa, u butun dunyoni boshqaradi. Kimlar asosiy strategik o'yinchilar, qaysi davlatlar taqdirni hal qiluvchi geosiyosiy tayanch nuqtalari hisoblanadi? Nima uchun bugungi global to'qnashuvlar va urushlar aynan Bjezinskiy 30 yil oldin chizib ketgan xarita bo'yicha ketmoqda? Ertangi dunyo qanday bo'lishini tushunishni istaysizmi? Unda o'yin qoidalarini bilib oling. Zbigniew Bjezinskiy. Buyuk shaxmat taxtasi. O'qing. Biz tavsiya etamiz.